Assalomu alaykum aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom ukam. Yaxshi. Hayitimiz muborak bo'lsin. Tang bo'lsin, tang bo'lsin. Ismingiz nima? Ismim Xayrigul. Xayrigul aka, siz bizning Uyg'ur TV kanalimizni bilamsiz? Ha, bilaman. Men Uyg'ur TV'dan müştaq yangi xabarni ishlayotgan da boshqalarni anglab davomli Facebookda, YouTube'ga chiqib qolsam, o'sha xabarni ko'rman. Bunda sizce bu Uyg'ur TV kanalımızdan cemiyetga bo'lgan ta'sirlari qanday bo'lgan? Mening his qilishimcha, Uyg'ur TV'dagilar hozir kundan-kunga shunda taraqqiy qilib, yangi har kun shu yangi xabar ishlashga tirishyapti. Uningdan boshqa so'zlaydigan diktorlar mana shunda naytibek o'lchamli so'zlaydigan bularning-chu. Buningdan bak xo'sh bo'ldik. Anandan keyin hozir ularni müştaq nurg'unlagan filmlarni tarjima qilib, shu Turkiyada dang chiqargan kinolar bo'lsin, ashlarni tarjima qilib xalq sunish oldida deb angladim. Buningdan bak xo'sh bo'ldim endi. Undaqda sizning Uyg'ur TV ko'rilmani va bir ana bo'lish sifatingiz bilan bizning Uyg'ur TVdan bir talabangiz bormi dedi? Meningcha hozir ballarni shu kino filmdan namdi, biroqlam ko'ma deb ulan cheklab bo'g'il bo'lmayotdi. Hamma ballar televizorni ko'rdi, shundaq ekranlashgankin xil-xil karton filmlar bor endi. Mazmuni shu kichik karton filmlarninki nurg'unlarni ko'rsimi ballar mazmun faqat sog'lom emas. Endi uni ko'ma deb cheklayolmagandan keyin uning uchun chuqum shu ko'rdigan narsaning mazmunini sog'lomlashtirib, ballar eng yaxshi ko'rdigan mush hayvonlarning ko'proq chiqadigan balla bakrak qiziqadi ekan. Anandan keyin mush hayvonlarning tili orqali mush Uyg'ur madaniyatimizni saqlab qolish, shundaqlarni sog'lom bir aqida bilan cho'nqilgan ashundaq filmlar bo'lsa, ko'proq tarjima qilib butun dunyodagi chet elda yashayotgan hamma Uyg'urlarga bir tarqalsa, hamma Uyg'ur oilalariga kirib, ballar ashunda unumli foydalanib bir ona tilimizni saqlab qolish uchun bir tuhfa qo'shsa deb qarayman. Ümidim şu endi. Rahmat. Sizlarga rahmat. Hamma joy cheksiz ketgan dengiz ekan. Ondan başlap bunun izdihki olmaptı. Bu yerda hech qanday razil kuch ham hech qanday maxluq yo'q. Hayot mamatimga munosabatli hikoya. Biroq ansirmang, bu hikoya nihoyat qiziqarli. Hikoyaning bosh personaji men emas, balki Rafanzol ismli bir qiz. Hikoya quyoshning chiqishi bilan tang boshlandi. Uzun yillar ilgari kichikgina bir quyosh nuri osmondan yerga tushib, quyosh nuridan bir sehrli oltin gul unibdi. U gulning kasallarni davolaydigan va azoblarni yengillatadigan iqtidori bor ekan. Ko'rdinglarmi? U naqshi esila yoshligiga qaytdi. Qo'rqinchliqmikan? Dağlıqını sen hazırla aytib beray, ha? Bu tortning isavati albatta sana yedirdi. G'azabsiz qush. Ay! Kim qurchoqlar guruhi kelganingizda qarshi olamiz. Men sizning oq paylik hadingiz. Çavakçamı sanlarmı buludu? Mening dunyoyimdan butkul dunyoga salom. Men cho'shqilar dunyosidan keldim.